Parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasida ishtirok etish uchun dunyoning barcha qit'alaridan kelgan nufuzli delegatsiyalarni O'zbekiston zaminida samimiy qutlashdan g'oyat xursandman. Bugungi kunda yangi O'zbekiston ortga qaytmas demokratik islohotlar va pragmatik tashqi siyosat yo'lida dadil qadam bosib, dunyo hamjamiyati bilan ochiq va jadal muloqot olib bormoqda. The government of Uzbekistan under your leadership, Mr. President, is showing great ambition when it comes to social development. Janob Prezident, sizning rahbarligingiz ostida O'zbekiston hukumatı yuksak maqsadlarni ko'zlagan holda ijtimoiy rivojlanish bo'yicha katta yutuqlarga erishmoqda. Xalqaro hamjamiyatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlash hamda yuksak demokratik qadriyatlarni ilgari surish yo'lidagi ezgu faoliyatingizda barchangizga mustahkam sog'lik, tuganmas kuch-g'ayrat yor bo'lsin. Assambleya ishiga katta yutuq va muvaffaqiyatlar tilayman.